Erkak kishi ayolga xo'jayin bo'ldi degani unga kuchini o'tkazib qo'ysin. Birinchi kundan yaxshilab bosib ursang, keyin senga doim qo'rqib aytganini qilib yuradi deb nasihat berayotgan odamlar bor. Ya'ni bizga Alloh buyurdi yedirishligimiz, ichirishligimizni. Qaysi erkak xotiniga yedirib ichirib, yediryapman, ichiryapman degan odam men namoz o'qiyapman, ro'za tutyapman degandan farqi yo'q. Diniga imkon qilib berishlik kerak. Uni olgandan keyin xuddi qulni ishlatganday ishlatsa, umuman oshxonadan chiqmasa ayol kishi, bir umr johil bo'lib turib hech narsani bilmay o'tib ketsa, bu erkak kishi erta qiyomat kunida mas'ul bo'ladi. Ikkita zaifni haqqidan sizlarni haraj holatiga tushiraman. Ya'ni biri yetim, ikkinchisi ayol degan. Yawma la yanfa'u malun va la banun. Bu qiyomat kunida mol bo'lmaydi, farzandlar bo'lmaydi. Hech kimga hech narsa foyda bermaydi. Illa man atalloha biqalbin salim. Allohga salomat qalb bilan kelgan odam o'shanga foyda bo'ladi. Yaqinda Allohga uchrashadi. Ayol tomonidan keladigan ozorga erkak sabr qilish kerak. Ba'zan xulqidan kamchilik bo'ladi. Albatta yashash uchun o'rtada sevgi, muhabbat bo'lish kerak degan narsa bu noto'g'ri tushuncha bu. Ayollarni ham erlar ustida haqlari bor. Ayollarni erlar ustida haqqi bor. Shulardan birinchisi mahr. Mahr. Erkak kishi uylangan paytda ayolga mahr berishlik kerak. Bu mahr berishlik vojib. Mahr berishlik farz, ya'ni vojib deganligimiz farz. Alloh subhanahu va taolo buyurgan, buni Qur'onda buyurgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarida buyurgan, qaysiki erkak bir ayolga uylandimi, unga mahr berishlik kerak. Mahrni qanday belgilanishligi, nima qilishligi bu fiqh kitoblarida o'rganiladigan narsa. Xohlasa ayol kishi bemahr bo'ldi, men mahrimdan kechib yubordim deyishligi ham mumkin, o'zini ishi u. Lekin mahr berishlik kerak. Boshdan shu, agar mahr aytilinmagan bo'lsa, er xotin o'rtasida nikohda mahr aytilinmagan bo'lsa, keyin mahri misl deydi fuqarolar buni. O'sha ayolga o'xshagan ayollar urfda qancha mahr beriladigan bo'lsa, o'sha mahrni beradi. Ko'pi cheklanmagan mahrni. Qancha bo'lsa ham tog' misolchalik tilla so'rasa ham haqqi bor. Agar er bera olsa beradi, bera olmasa uylanmaydi u ayolga. Demak, mahr ayolning xos haqqi hisoblanadi. Va ikkinchi haqqi nafaqa. Erkak kishi ayolidan hozir biz aytgan nimalarga qarasak, agar huquqlarga yuqorida aytganimizda erkak kishiga shariat juda ko'p huquq berib yuborgan ekan. Ayol erkakdan so'rab chiqa olmasa, uydan bir narsa birovga berib yubora olmasa, ayol erini iznisiz birovni uyga kirgizmasa, o'zini qarindoshlarini ko'rishlikka erdan izni so'rab borsa, va hokazo hamma narsalarda er xo'jayin bo'layotgan bo'lsa, bu qavomatni, bu boshqaruvni erga bergan shariat ayolga ham juda katta bir haqlarni berdi. Shulardan biri nafaqa. Ayol nafaqa deganda bu kiyim kiradi buning ichiga, kiyim kiyishlik. Ayol kishiga kiyim kiydirishlik va taom bilan taomlantirishlik va maskan bilan uni ta'minlashlik erning vazifasi. U maskan shaxsiy maskan bo'lishi shart emas. Shaxsiy maskan bo'lishligi shart emas. Qanaqa bo'lsa ham, yashaydigan uy bo'lsa, ijara bo'lsa ham bo'laveradi. Muhim shu uy ayol yashaydigan uy bo'lishlik kerak. Mana bu nafaqaning ichiga kiradi. Yana erkak kishi bilish kerakki, ayol erkakning oldida omonat. Bu uni ayolni ota-onasidan, uni valilarini oldidan va'da berib, biz darsimizni boshida aytganimizda mithaqon g'olizoni berib, katta va'dani berib olib kelgan u. Mana shu va'dasida turib berishlik kerak kishi. Omonatga xiyonat qilishligi o'zi mumkin emas, o'zi omonatga xiyonat qilishlik. Bo'lib ham mana bunday omonatga xiyonat qilishlik juda katta xiyonat hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, xiyarukum li ahlihi. Sizlarning yaxshilaring ahliga yaxshi bo'lgan kishi deganlar. Ya'ni yaxshilikni ko'p namoz o'qiganlaring, ko'p ro'za tutganlaring, ko'p sadaqat berganlaring demayaptilar. Ahliga yaxshi berganlaringda, yaxshilik qilgan. Ko'p hajga borib kelgan, har yil umraga borib kelayotgan odamlar degani emas bu. Odamning haqiqiy qiyofasi, buni mezoni uyni eshigida shunday qamagan paytdagi holati odamning haqiqiy basharasi bo'ladi. Ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shancha aytdilarki, sizlarning yaxshilaring uydagi ahliga yaxshi bo'lgan odamlaring degan. Odam ko'chada yaxshiman deyaveradi, hech kim o'zini yomonman demaydi.
balki eng yaxshi menman deb o'ylaydi ba'zi odamlar. Eng yaxshi odam menman. Men odam o'zini xulqi o'zini ajablantiradi ba'zi odamlarda. Shuning uchun ham o'zini ko'p misol qiladi. Misol uchun meni qarasanglar bunday qilmayman. Hatto farzandlariga ham hech ko'rganmasa meni shunday qilganimni, bunday deb o'zini misol qiladi. Xuddiki bu odam mezonday hamma narsaga. Chunki o'zidan o'zi rozi bu odam. O'zidan o'zi rozi. Hamma o'zini yaxshiman deb o'ylaydi. Lekin bu mezon bilan ish bitmaydi. Erkak kishi ayolga xo'jayin bo'ldi degani, unga kuchini o'tkazib qo'ysin. Birinchi kundan yaxshilab bosib ursang, keyin senga doim qo'rqib aytganini qilib yuradi deb nasihat berayotgan odamlar bor. Bu o'rgatuvchi odamlar shariatning ruhini, shariatning hidini hidlamagan odamlar. Erkak kishi hech qachon ayol kishiga qo'l ko'tarib, ayol kishiga ustun bo'lib, uni urib, boshqa qiladigan holat bilan boshqarishligi bu to'g'ri kelmaydigan narsa. Bizning shariatimizda yo'q bo'lgan narsa bu. Ba'zi odamlar bor, odamlar ichida tinchgina yuradi, uyiga borganda xotinni qattiq do'pposlab urayotgan odamlarni eshitasiz. Qo'li yugurdek bo'lib qolgan. Har narsaga qo'li chopib ketaveradi, urib ketaveradi. Bu o'ylamaydi, bu omonat, bu o'zini qizini birov shunday qilsa rozi bo'lmaydi. O'zining singlisini yo qizini agar boshqa bir kishi shunday qilsa, u ayol uni ruxsatsiz ko'chaga chiqmasa, uyda o'tirsa, uni uchun bolasini qonida 9 oy ko'tarib yursa, uni emizsa, uni tagini tozalab, boshqa qilib, shu bola kimniki? Shu erkakniki. Ya'ni bizga Alloh buyurdi yedirishligimiz, ichirishligimizni. Qaysi erkak xotiniga yedirib, ichirib, ichiryapman degan odam men namoz o'qiyapman, ro'za tutyapman degandan farqi yo'q. Yediradi, ichiradi, bu majbur uni. Yedirishlik, ichirishligi bilan men ihson qilyapman, men sadaqa qilyapman deb o'ylamaslik kerak erkak kishi. Uni yedirishligi, ichirishligi o'zining shar'iy vojibi. U yedirmasa, ichirmasa fosiq bo'ladi u. U xotin yerda turmaydi, talog'ini oladi, ketadi. Boshqa erkakka tegadi borib turib. Demak, yedirishligi, ichirishligi, nafaqa berishligi erkak kishining shar'iy vojibi, unga shariat. Va yana erkak kishi ayol kishini ta'limotlariga qarab turish kerak, diniy ilmlariga qarash kerak. Bu hozirgi kundagi hammamizning katta bir noqisligimiz. Mana bu xotinni haqqi er ustidagi. Unga dinini o'rgatishlik kerak. Biz o'zimiz qarang, qancha ilm majlislarida qatnashamiz, birodarlar bilan qancha o'tirganda iymonlashasiz, ziyofatlarda, boshqa joylarda, to'ylarda iymonlashasiz ko'rib. Yana shu bilan ham qalbi qorayib ketganligini odam shikoyat qiladi. U ayol kishini ba'zi erkaklar bor, umuman ko'chaga chiqarishga qo'ymaydi. O'shani o'ziga taqvo deb biladi. Bu taqvo qilishlik to'g'ri, uyga ko'chaga chiqib noshariy narsalarga aralashmasligi taqvo. Lekin u taqvoni ichiga ilmga ham qo'ymasligi kirmaydi-da unga. Agar o'zi ilm berish kerak, agar o'zi ilm bera olmasa, ilm beradigan odamlarning oldiga urib bo'lsa ham yuborib turib ta'lim berish kerak o'zi aslida. Erkak kishini xotinni er ustidagi haqqi xotinga odob berishlik dedik-ku, erning haqqi bor uni. Ya'ni erning haqqi xotinga odob berishligi va xotinning haqqi er unga ta'lim berishligi kerak. Ta'lim uni dinida o'rgatish kerak, bilmagan narsalarini. Diniga imkon qilib berishlik kerak. Uni olgandan keyin xuddi qulni ishlatganday ishlatsa, umuman oshxonadan chiqmasa ayol kishi, bir umr johil bo'lib turib hech narsani bilmay o'tib ketsa, bu erkak kishi erta qiyomat kunida mas'ul bo'ladi. Bu ayol kim u? U ayol buni bolalarining onasi, u madrasa u. O'sha madrasani muallimi hech narsani bilmaydigan bo'lsa, u madrasadan chiqqan taliblar nima bo'lib chiqadi ular? O'shanga o'xshagan nusxalar bo'lib chiqadi. Erkak kishi o'zi ertadan kechgacha tirikchilik qilaman deb ko'chada yursa, uyda farzandlariga qaraydigan ayolning vazifasi farzandlarga qarash kerak. Lekin o'zida hech narsa bo'lmasa nimani beradi bolaga? Faqidu shay ila yu'tihi. O'zida yo'q narsani hech kim birovga bera olmaydi. Ayol kishiga ta'lim bermaydi. 10 yil, 20 yil yashagan ayoli bilan hali Qur'onni durust o'qilmaydi ayoli. Imkoniyati bo'lmasa, o'zini o'rgata olmasa, o'rganayotgan odamlarga borgan, o'rgangin deyishlik erni vojibi. Ba'zi bir ayollar ilmga boraman desa, eri qo'ymaydi. Bu qanaqangi gapki, bu o'ziga o'rgatmasa, o'rganaman degan paytiga sharoit qilib bermasa, sharoiti bor bo'lib turib qo'ymasa ilm o'rgangani, uydan chiqmaydi ayol kishi. Keyin nima bo'ladi uydan chiqmagandan keyin? Hech narsani bilmasa, uydan chiqmagandan keyin nima bo'ladi? Televizor ko'radi, televizor olib berib qo'yibdi. Internetda ulab qo'yibdi. Men shuni ko'rib, sen fosiq bo'lib uyda o'tir deganday bo'ladimi deb qo'pol aytganda. Bo'layotgan narsalarni ko'rib, noshariy narsalarni ko'rib,
uydan chiqmay mana shunga qarab o'tiraver deganida u. Boshqa nima deyish mumkin buni? Bir ilm o'rganishlikka bir yo'llama berilmasa, odam o'zi nimani o'rganishni, nima qilishni bilmagandan keyin o'sha oqibati mana shunaqangi narsalarga olib keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Men sizlarga ikkita zaifni haqqidan sizlarni ogohlantiraman. Uharrijukum ala haqqi zaifayn" deganlar. Ikkita zaifni haqqidan sizlarni haraj holatiga tushiraman. Ya'ni biri yetim, ikkinchisi ayol degan. Yetimga ham odam yetim bo'lgandan keyin uni otasi yo'q, akasi yo'q, qarindoshi bo'lmaydi, bilganidek odam zulm qilishligi mumkin yetimligi uchun. Ayol kishi ham xuddi shunday bo'ladi. Ba'zi holatlarda muhojirat holatlari bo'ladi. Uni bir himoya qilayotgan odam bo'lmaydi ayolni. O'sha yo'q ekan, qarayapti, bir ikki shoppa tursa hech kim indamayapti. Haqqini bermasa uni talab qilayotgan narsa yo'q. Bir umr zulm qilib, keyin yana bir kechirim so'rasa, ayol kishi shu erini kechirib ketaveradi. Erkak kishi hech qachon bu narsalarni kechirmaydi. Sizga bir kishi shu zulm qilsinchi o'zingizga, "Men senga qulmanmi?" deydi. "Nimaga buni muomala qilyapsiz?" Hatto qo'lini ishora qilib gapirtirganini qo'ymaymiz-ku, "Tushir qo'lingni" deysiz. Agar qo'lini ishora qilib gapirayotgan bo'lsa, "Sen kimga qo'lingni ishora qilib gapiryapsan" deysiz. Xotiniga ham agar xotini shunday qilib gapirsa, nima bo'ladi odam? Mana shu holatlarda agar o'zini kimligini yaxshilab tushunsa, shuning uchun bu eslatma bu. Ertaga qiyomat kuni bo'lishidan oldin hammamiz uchun eslatma. Yawma la yanfa'u malun va la banun. U qiyomat kunida mol bo'lmaydi, farzandlar bo'lmaydi, hech kimga hech narsa foyda bermaydi. Illa man atalloha biqalbin salim. Allohga salomat qalb bilan kelgan odam o'shanga foyda bo'ladi. Yaqinda Allohga uchrashasiz. Va yana ayolni erkak ustidagi haqlaridan biri, ayol tomonidan keladigan ozorga erkak sabr qilish kerak. Ba'zan xulqidan kamchilik bo'ladi. Bu narsaga sabr qilib, shuni bilishimiz kerakki, nikoh bu oila shahvatga yetishayotgan narsa emas, buni ibodat deb qabul qilish kerak. Agar ibodat deb qabul qilsak, bizga ko'p narsalar yechiladi. Albatta yashash uchun o'rtada sevgi, muhabbat bo'lish kerak degan narsa bu noto'g'ri tushuncha bu. Uylanyapti, uylangandan ertasi kunidan taloq qilaman deb aytayapti. Ha desa, yoqmadi deyapti. Bu qanaqangi bu g'urur, bu qanaqangi erkaklik bu? Yoqmadi. Ko'ryapmizmi shularni ajralib ketganligini? Bittasini men chaqirdim, gaplashdim, nimaga bunday bo'lyapti? Nima muammo bor desam, yoqmadi aka menga deydi. Seni bir xuluqdan yoqtirmasang, boshqa bir tomondan rozi qilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La yafrik mu'minun mu'minatan." Bir mu'min kishi boshqa bir mu'mina ayolni jirkib yomon ko'rmasin. Ha yuzi xunuk ekan, ha uykan, ha bu ekan. Agar bir tomondan uni yoqtirmasa, boshqa bir tomoni uni xursand qiladi dedilar. Boshqa bir tomoni xursand qiladi. Bu yashash uchun albatta muhabbat bo'lish kerak degan tushuncha u kinolarda ko'rgan odamlardan olingan narsa bu. Oila degan narsa to'g'ri, bu rahmat va muhabbat bu bo'layotgan narsa bu. Alloh bersa bo'ladi bu. Lekin biz o'zimizni haqqimizni to'liq ado qilsak, xotin ham o'zini haqqini ado qilsa, bu muhabbat ham bo'ladi, rahmat ham bo'ladi, mavodda ham bo'ladi hammasi.